iymon e'tiqod haqida gap ketganda muhim bir jihat borki, kishi iymon gavharini har qanday shubhalardan muhofaza qilishlik kerak. Xususan turli xil shirk amallardan, kufrga olib boradigan so'zlardan, amallardan, nifoq kabi xurofotlar bu iymonni sofligiga zarar yetkazadi bu narsalar. Aytdi-ku, o'lguniga qadar iymonini saqlashgan. Bugun biz ozgina boshimizga musibat tushib qolsa, yoki bir narsamizni yo'qotib qo'yadigan bo'lsa, yugurib folbinga boramiz. Alloh saqlasin. Qani iymon? Musulmonman deymiz. Iymon ketib qoladi-ku, borib uni tasdiqlab qo'ysak. Oddiygina misolda, mana iymonni biz o'ylaymizki, iymonim vafotimga qadar saqlayman. Saqlash oson emas, u uchun shirkdan, mana bunday kufr so'zlardan Alloh saqlasin tiyilish kerak. Ba'zida bu hayotda ozgina tashvishi bizga og'ir kelib, og'zimizdan kufr so'zlar chiqib ketib qoladi. Allohga qarshi gaplar chiqib ketib qoladi. Allohning qadariga iymon keltirish dedigan iymonning sharti. Yaxshilik ham, yomonlik ham Allohning qadaridan ekanligiga iymon keltirish shartlardan biri. Biz arzimagan sabab bilan Allohning qadariga norozi bo'ladigan bo'lsak, qanday qilib bu iymon gavharini saqlay bilamiz? Demak, iymonni saqlash degani mana shunday bo'ladi. Faqat tildagina emas. Mana shu narsalarga ham demak e'tibor qaratishimiz kerak.